10 ming dollarga Captiva ko'rganmisizlar? Bu ko'rib turgan Captivalarni morgdan yig'ib ketirdik. Bir 568 xil Captivani bu zapchastlardan yig'ilgan, hech qayeri o'ziniki emas, mana ko'rganlaringizda salonlarni polni yuvib tozalab qo'yganmiz, xuddi bir yurmagan, bir akkuratni haydalganday, lekin yo'q. Bu mashina bilan sement, chag'il, g'isht to'shaganlar, bedapress, samon hammasini to'shib ish tiqildirgandan keyin, egalar keyin bitta yuk mashina olganlar buni ishlatgandan keyin, xullas kalom bu Captivamizni ana o'ng taraf arqa krilosida bitta unaqa nima deydi? Kran urgan joyi bu, kran bilan ozgina urilgan joyi bu. Undan tashqari bu 2017-yil chiqqan, probeg 85 ming yurgan narxini to'g'risi hazillashdim, videoni oxirigacha ko'ringlar deb, narxi 15500 dedilar, to'g'rimi? 15500 dedilar. Egalar nomerini pastda qoldirdim, o'zi telefon qilib savdolashing. Nima deyman? Captiva eng oxirgi full pozitsiyasi, orqaga Metan Pro Max dan qo'yilgan 4-pakaliya. Agar siz mashina sotmoqchi bo'lsangiz, olmoqchi bo'lsangiz, Qashshan Karsga murojaat qiling. Ana bu 3 oy bor-ku, 3 oylik ana yozda issiq jaziramasini 3 oy tonirovka bilan o'tkazasiz, ruxsatnomalari bor. Nima deyman endi? Tamommi? Boshqa gap yo'qmi? Bo'ldi, video o'tkazsangiz bo'ladi. Qashshan Karsga obuna bo'ling, biz mashina sotamiz zakonni.